Assalomu alaykum aziz obunachilar hamda kuzatuvchilar. Tarixiy shaxslarimiz to'g'risida o'rganishni davom etamiz. Burxoniddin al-Marg'inoniy haqida bilasizmi? Qisqacha ma'lumotlar keltiraman. Marhamat, tinglang. Mashhur fiqh olimi Burxoniddin al-Marg'inoniy 1123-yilda Rishtonda, ya'ni Farg'ona vodiysida tavallud topgan. Al-Marg'inoniyning eng nodir asari 4 jildli Hidoya asaridir. Hidoya islom huquqshunosligi bo'yicha mukammal asar bo'lib, bir necha asrlar davomida musulmon mamlakatidagi huquqshunoslar uchun ham nazariy, ham amaliy qo'llanma vazifasini o'tab kelgan. Kitob bir qancha tillarga tarjima qilingan. Hozirgi kunda ham sifatida foydalanib kelinmoqda. Shu sababli alloma nafaqat ulamolar, balki oddiy xalq orasida ham hidoyat yo'lining sarboni deya katta hurmat e'tibor topdi. Burxoniddin val milla, islom dinining dalili isboti degan sharafli nomga sazovor bo'ldi. 2000-yilda al-Marg'inoniyning 910 yilligi nishonlandi. Shu munosabat bilan Marg'ilon shahri markazida Burxoniddin Marg'inoniy yodgorlik majmui bunyod etilib, shu yerda uning ramziy maqbarasi o'rnatildi. Burxoniddin Marg'inoniy nomidagi majmua yangi ko'rinishda 2026-yil 27-aprel kuni prezidentimiz tomonidan yangi turistik shaharcha sifatida rasman ochildi. Butun dunyo bo'yicha sayohatlar makonlaridan biriga aylanmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.